Ha, Qo'shto'g'ondan layfa boshqatdan aytib yuboring, Qo'shto'g'a. Obunachilarga aytib yuboring. Yo'q, men siz chiqmaysiz. Tushuntiring. Ha. Boshqa tojir bo'lmagan. Ta'sir oling. Aha. Yo'q, yo'q. Ikkita barmoqni shu chokigamda qo'yganda kirish kerak. Kirish kerak. Dazi 3 ta ham kiryapman. Ha? Tuxumda degani. Tuxumda degani. Choki yopishib qolgani, yo'q yoshlar ularga yopishgan bo'ladi. Aha. Tug'maydi. Hali tuxumga kirmagan bo'ladi. Mana. Sizlarga layfga keling. Egamberdo'st. Rahmat. Nech puldan bular? 25 mingdan. Mana 25 ming so'm. Yo'q, yo'q. Qo'shto'g'a bular nech puldan? Nech puldan ekan? 150 mingdan. Mana akalar, 150 mingdan ekan. Barakasini bersin. Ketdi mana. Aka nech pul ekan bu? 300 ming. Mana g'uli 300 ming ekan. Rahmat. Mana akalar quyonlar. Aka nech puldan ekan? Ular aka bolalar 55 dan. Aha. Bunisi 150 ming, bunisi 180 ming. Ular 65 ming. Mashalloh. 150 ming ekan mana shu oqi. Sort qanaqa? Karlik baran. Karlik baran. Mana. Bular yoshlari, bularichi? Bulari 65 mingdan kam bu. 65 mingdan. Bulari Bular 60 mingdan. 60 ming. bo'lmaydi. Ko'z tegmasin. Zo'r ekan. Bu akaning o'zini ham olib qo'y. Telefon nomer ayting, telefon qilishadi. 91lik. 91lik 109 109 0810. 0810 dastaga qilib chiqaraverasizlar. O'zini ham Mana aloqa chiqarasiz. Masha akamizga aloqa chiqarasizlar. Layklar bosib turasizlar. Mana akalar ko'rishingiz. Bu taydagilar nech pul? Aydagilar 300 mingdan. 300 mingdan ekan. Katta enalar ekan-a bular. Ha, yana quyonlar. Ena qo'yonlar ekan. Ko'z tegmasin. Barakasini bersin. Mana akalar. G'ozlar. Ko'z tegmasin. 50 mingta podpischigim bor ekan. O'tolaverma. Mana akalar ko'rishingiz. Mashhur xo'rozni olaylik-a. Toza dakan ekan mana. Quyonlar ham bor ekan. Qo'shto'g'a nech puldan bular? Havojaga ekan. Kattalar 200 dan, kichikroqlar 150 dan. Kattalari 200 dan, kichilari 150 dan. Xo'rozchi? Xo'roz endi savdo bo'lyapti. Endi. Xola nech pul qilishdi savdo? Nech pul qilishdi xo'rozni? 110 ga bermadingiz. Yaxshi so'z ekan. Ko'z tegmasin. G'ozam sizlardanmi aka? Yo'q, o'rdakmi? O'rdak ham g'ozam bor ekan-a? Nech puldan bular? O'rdaklar 120 dan olindi makon. O'rdaklar 120 olindi. Xo'roz, g'ozni xo'rozlari 150 sotildi. 170 150 sotildi. Mana keling. Aka bular sotilib bo'ldi hamma. Sotilib bo'ldi. Sotilmaydi. 150 ga 170 ming so'm sotilibdi. Akalar ko'rishingiz mumkin. 120 nima bo'pti? Makonlar, inniski. Barakasini. Xo'roz 150 ming. 135 ming 150 ming. 135 150 sotilibdi. Barakasini bersin. Mana akalar. Bozorlar avjida. Qoraga nech puldan ekan bular sizlardanmi? Ulardan Egasi yo'q ekan. Mana. Bular xo'roza hammasi aka. Nech puldan? 150 mingdan. Nech kilo chiqadi? 5 kilo 6 kilo. 5 kilo 6 kilo chiqadi. Mana akalar. Burullar 150 mingdan 5-6 kilo ekan. Go'shtdan ancha arzon tushadi akalar. Olib so'ysalang. 5 kilo bo'lsa ham 4 kilo toza go'sht qiladi akalar mana shu. Ko'rishingiz mumkin. Aka, telefon nomer ayting. Dastavka qilib beraverasizmi aytsa? Voy, 5 tasi 5 pul oldi. Mana 150 mingdan ekan. Barakasini bersin. Mashaqa qo'shilib olay endi o'tib ketay. Akalar yozinglar. Shunaqa video olaylikmi, yo'qmi? Qiziqmi, qiziqmasmi? Shuni ham yozib ketinglar akalar. Mana, mana bedanalar bor ekan. Aka, hormang. Nech puldan ekan bular? 3 mingdan. 3 mingdan ekan. Akalar bedanalar ko'rishingiz mumkin. Ko'pgina olgandan kam qilib berasizmi? 20 kunlik. Bular tug'adi-mi? Mana akalar cho'ja ekan. Katta bo'lsa tug'adi-da. 3 mingdan ekan bedanalar akalar. Ko'rishingiz mumkin. 25 kunlik. Serob ekan, 25 kunlik cho'jalar. Bu ham bedanami aka? Bu nech puldan? 20 mingdan. Bu sorti bormi buni? Beli gigan. Beli gigan, katta bo'ladimi?
Mana aka. Shu turishi ham 300 gina. Necha kunlik bular? 45 kunlik ekan akalar. Ko'rishlari mumkin. Cho'jalar necha puldan aka? 25. Tuxumga ishlaydimi bular? Tuxumga ishlaydimi katta bo'lsa yo xo'rozmi hammasi? Aralash akalar ko'rishing. 25 mingdan ekan. Cho'jalar mana bo'ylarini ko'rsatib qo'yaylik. Ko'rishlari mumkin. 25 ming so'mdan ekan. Barakasini bersin. Ketdik men davom etamiz. Hatta bu to'g'mi, vazanmi bu? Chaklimi nima bo'lash aka? Mana cho'jalar akalar. Bo'pti. Aka hormang. O'zimga rosa kerak bo'ladi.